Asal sedanidan boshlang. Bir piyola asal, eslab qoling. Bir piyola asal, bir osh qoshiq qora sedani. Maydalanganini bir qoshiq olasiz. Butunini emas. Maydalanganini bir qoshiq, osh qoshiq olasiz, qo'shasiz. Bir piyolaga bir piyola tayyorlab qo'yganlarni ko'rdik. Unaqa qilmang. Agar bir piyola asalga bir piyola qora sedanani qo'shsangiz, ya'ni 50 kg qo'shadigan bo'lsangiz, urug'ni kuydirib qo'yadi. Zarar keltiradi organizmga. Shuning uchun bir piyolaga bir osh qoshiq qo'shiladi, shu mo'ljal. Ikkinchisi, yosh bolalarga 13 yoshdan pastiga bir piyola asalga yarim osh qoshiq qo'shib tayyorlab olasiz. Dozasida farqi bo'ladi. Xo'p, bu bir. Endi mana shu asal bilan sedanani ichishni vaqti bo'ladi. Tushuntirib beraman. Ichakni qabul qiladigan soati bo'ladi. Ichakka iching ko'proq bu narsani. 3:00 da iching. Bir hafta 10 kun iching. Kichkina choy qoshig'ida bir qoshiq olasizda, 2 ho'plam iliq suvga eritib ichib olasiz. Bo'ldi, shu xolos. 3:00 da. Agar bir hafta 10 kunda hech qanaqa o'zgarish sezmasangiz, 4:00 da iching. Eslab qoling, kimdir ichagi 3:00 da qabul qiladi, kimdir ichagi 4:00 da qabul qiladi. Nimalarga ichish mumkin? Qarang. Asal sedana har bitta kasallikka ketadi. Butun tanadagi shamollashni chiqarib beradi, immunitetni ko'tarib beradi, parazitlarni chiqarib beradi. Har bitta odamga kerak. Nimaga bitta shuni o'zini qilib bera olmaysiz? Ichaklarda g'o'ldirash bormi? Gaz yig'ilishi bormi? Qabziyat bormi? Chuqur bosib ko'rganingizda og'riqlar bormi? Shamollash bor. Asal sedani iching. Qabziyatni yo'qotadi, shamollashni yo'qotadi, parazitlarni chiqaradi, immunitetni ko'taradi. Ichakdagi shamollash yo'qolgan sari buyrakka yengillik boshlanadi. Buyrak holati yaxshilangan sari quloqdagi shovqin, buqoq, eshitishni pastligi, umurtqani ikkala tarafi belni tolishi, mana uzoqroq o'rnidan turib tikka turib qolsa, o'tirib olgisi kelib beli tolishlik holatlari va vahima nevroz kasalligi yo'qolishni boshlaydi. Ular polatrit, ya'ni suyak kasalliklari, bo'g'im kasalliklari. Bitta asal sedanani o'zi bilan juda katta natija chiqarishgan. Shunchaki qiling bu narsani. Sababi asal sedana ichak faoliyatini zo'r qilib beradi. Endi qarang, jigarda muammo bormi? Ichakda bor muammo. Ya'ni ichak o'rgamchi uyani o'rtasi hisoblanadi. Ichak jigarga beradi, ichak buyrakka beradi, ichak yurakka beradi, ichak o'pkaga beradi. Bular hammasi ichakka borib taqaladi. Ichakda holati yaxshilangan sari qolgan organlar holati yengillashni boshlaydi. Teridagi nuqsonlar yo'qolishni boshlaydi. Teridagi holatlar